Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz 169-majority element deb nomlanadi. Bizga n o'lchamli nums nomli integerlar bilan to'ldirilgan array berilgan. Bizning vazifamiz mana shu arrayni uzunligini 2 ga bo'lganimizda kelib chiqqan sondan ko'p marta qatnashgan elementni topishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun numsning uzunligi birinchi misolda 3 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, 3 ni 2 ga bo'lib yuboramiz. Bu integerda 1 ga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda eng kamida 2 marta qatnashgan sonni topishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi misolda numsning uzunligi 7, 7 ni 2 ga bo'lib yuborganimizda integerda bu 3 ga to'g'ri keladi. Biz eng kamida 4 marta qatnashgan sonni aniqlashimiz kerak. Misol uchun bu yerda 2 marta 3 qatnashgan, 4 marta 2 soni qatnashgan. Shuning hisobiga funksiyadan 2, bir narsada 3 qaytarilyapti. Bu masalani ishlash uchun tabiiyki bizga birinchi uslubda map data strukturasi kerak bo'ladi. Bitta biz map ochib olamiz. Bu bitta sonni necha marta qatnashganligini aniqlash uchun key sifatida sonni o'zini, value sifatida necha marta qatnashganini yozib ketamiz. Birinchi misolni ko'rib chiqamiz. Demak 3 bir marta, keyingisida 2 bir marta, 3 2 marta qatnashdi va eng ko'p element sifatida 2 ni olamiz, funksiyani qaytarib yuboramiz. Ikkinchi misolda 2 bir marta, keyin 1 keldi. U 2 marta ekan, 1 3 marta ketma-ket keldi va 2 marta yana 2 ga qo'shildi. 2 ko'p son sifatida qaytarib yuborildi. Ya'ni 4 marta qatnashdi. Bizning shartimizda ham 4 marta qatnashgan son bo'lish kerak edi. Endi kod formatini ko'rib chiqamiz. Bitta map ochib olamiz va numsni elementi bo'ylab aylanib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mapni elementinchisiga get funksiyasi orqali bittaga oshirib qo'yamiz. Ya'ni funksiyada bo'lmaydigan, ya'ni mapning ichida bo'lmaydigan bo'lsa error qaytadi. Shuni oldini olish uchun 0 qildik. Birinchi marta uchraganda 0 bo'ladi va unga 1 qo'shiladi. Agarda son misol uchun 2 marta qatnashgan bo'lsa, u 3 ga aylanadi. Tekshiramiz, agarda mapni elementinchisi numsning uzunligi bo'lingan 2 dan katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mapni mana shu tarzda qiladigan bo'lsak, o'sha bitta sonni necha marta qatnashganini value sifatida bizga olib kelib beradi va uni len nums bo'lu 2 ga solishtiramiz. Agar katta bo'ladigan bo'lsa, mana shu elementni qaytarib yuboramiz. Masalamiz ishlash tezligini tekshiramiz. Masalamiz 23 millisekundda 7% foydalanuvchilardan tez ishladi. Bu masalamizning time complexity'si big O ni ichida n ga to'g'ri keladi, space ham n ga to'g'ri keladi. Buning sababi biz n o'lchamli arrayni aylanib chiqdik. Shuning hisobiga for loopdan foydalanganimizning hisobiga time n ga to'g'ri keldi va xuddi mana shuncha uzunlikdagi arrayni biz bitta eng yomon holatda mapga joylab chiqamiz. Shuning uchun space ham n ga to'g'ri keladi. Demak, birinchi uslubimizda biz time complexity-ni n da, space complexity-ni ham n da ishladik. Endi ikkinchi uslubimizda space complexity-ni big O n dan big O 1 ga tushiramiz. Buning uchun bizga Boyer-Moore deb nomlangan algoritm yordam beradi. Biz boshlanishida ans va count nomli ikkita o'zgaruvchini e'lon qilib olamiz. Ans -1 va count 0 ga teng bo'ladi. Bularning yig'indisi mana bu shart asosida, ya'ni 3 ta shart asosida o'zgarishi mumkin bo'ladi. Buning uchun birinchi elementdan oxirgi elementgacha ko'rib, mana shularning qiymatlarini birma-bir o'zgartirib ketamiz. Demak, birinchi element 2 ekan, bu birinchi shartimizga tushadi. Ya'ni count 0 ga teng bo'lganda kelgan elementni ansga yozib qo'yamiz. Demak, bu yerda -1 o'chib ketadi-da, 2 kelib qo'shiladi. Endi keyingi elementga o'tamiz. Keyingi element ham 2 ga to'g'ri kelyapti. Undan oldin mana buni 1 ga aylantirdik. Ya'ni mana bu element turganda keyingisiga o'tdi. Keyingisiga o'tganida, demak, agarda kelgan son nums bilan bir xil bo'lsa, countni 1 ga oshiramiz va count demak bu yerda 1 dan 2 ga aylandi.
Undan keyingi elementga kelganimizda bu boshqa element bo'ldi, ya'ni else holatiga tushdi. Demak, biz countni -1 ga kamaytiramiz. Demak, bu yerda 2 1 ga aylandi. Undan keyingi elementga o'tamiz. Undan keyingi elementga o'tganimizda ham bir ansga teng emas, ya'ni 2 ga teng emas. Shuning hisobiga yana bir ayriladi. Mana bu 0 ga tushadi. Undan keyingi elementga o'tyapmiz va bu birinchi shartimizga tushadi. Ya'ni agarda count 0 ga tushgan bo'lsa, yangi kelgan num ansga yoziladi. Shuning hisobiga 2 o'chib ketadi-da, bizga 1 qo'shiladi va mana bu ham 1 ga teng bo'ladi. Keyingi elementga o'tdik. Keyingi elementga o'tganimizda mana bu 1 ayriladi va 0 ga tushadi va undan keyingi elementga o'tishimiz mumkin. Undan keyingi elementga o'tganimizda e'tibor berishimiz kerak. Bu oxirgi, bu demak birinchi shartga tushyapti, ya'ni 0 bo'lgani hisobiga elementni ansga tenglab qo'yamiz va 2 ga to'g'ri keladi. Va mana shuni javob tariqasida, ya'ni 2 ni javob tariqasida qaytarib yuboramiz. Bu yerda qanday holat yuz beryapti? Har bir elementning o'z kuchi bo'ladi. Agarda elementni o'z bilan qiymati 1 bo'lgan bir element kelsa, uning qiymati 1 ga oshadi. Agarda boshqa qiymat duch kelsa, uning qiymati 1 ga kamayadi. Ya'ni ikkita bir xil element o'zining kuchini 1 ga oshiradi. Boshqa elementlar keladigan bo'lsa, ikkalasining kuchi ham -1 ga ketadi. Shu tarzda eng oxirida qolgan element, ya'ni kuchli element javob tariqasida qoladi. Endi kod formatini ana shu shartlarga moslab yozib chiqamiz. Bitta ans nomli o'zgaruvchi ochib oldik va count degan o'zgaruvchini 0 ga tengladik va numsni for loop bo'ylab aylanib chiqamiz. Har bitta elementini tekshirib chiqamiz. Agarda count 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ansni num ga tenglab qo'yamiz. Agarda ans num ga teng bo'ladigan bo'lsa, countni 1 ga oshirib qo'yamiz, ya'ni ikkita bir xil son. Yoki bo'lmasa, boshqa son keladigan bo'lsa, countni -1 ga kamaytiramiz. Eng oxirida numsni return qilib, ya'ni ansni return qilib yuboramiz. 57% foydalanuvchilardan bu kodimiz teng ishadi, deyarli eng tezi hisoblanadi. Birinchi uslubda O(n) space dan O1 space ga tushirdik. Ikkinchi uslubimiz orqali. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.